Bu maxraj va sifatlar video darslar to'plamining 11-qismi. Ushbu darsda bir xil maxrajga ega bo'lgan 3 ta harfni o'rganamiz. Bular to, ta va dal harflaridir. Keling, to harfidan boshlaymiz. Toni talaffuz qilishda tilning shakli va joylashuvini ko'rib chiqamiz. To harfida til uch qismi yuqori old tishlar ortidagi milkka bosiladi va bunda havo chiqishi uchun joy qolmaydi. Shu bilan birga tilning orqa qismi ko'tariladi. Bu esa to harfini to'g'ri talaffuz qilish uchun juda muhim. Chunki u yo'g'on o'qiladigan harf. الط 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 الطالب المطلوب محيط. Demak, to harfini to'g'ri talaffuz qilish uchun til uchi yuqori old tishlar ortidagi milkka qattiq bosilishi va tilning orqa qismi ko'tarilishi kerak ekan. Aynan shu orqa qismning ko'tarilishi to tovushini yo'g'on va to'liq eshitilishida eng muhim omildir. Endi ta harfiga o'tamiz. Bu tovush ham xuddi shu joydan til uchining yuqori old tishlar ortidagi milkka bosilishi orqali hosil bo'ladi. Faqat farqi shundaki, bunda tilning orqa qismi pastga tushadi. Shu sababli u ingichka talaffuzli bo'ladi. Mana bunday. أت 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 تتجافى تترى. Ta'ni aytganda juda mayin bir havo chiqadi. Bu hams deyiladi. Hams til ortida yig'ilgan kichik havoning chiqishidan hosil bo'ladi va bu asosan ta sukunli bo'lganda bilinadi. Demak, ta'ni talaffuz qilishda til uchi yuqori old tishlar ortidagi milkka bosiladi va natijada til ortida biroz havo yig'iladi. Til milkdan olinganda mana shu kichik havo oqimining chiqishi natijasida hams yuzaga keladi. Misol uchun, تترى تترى فتنة فتنة. lekin hamsni ortiqcha kuchaytirish kerak emas. Chunki bunday holatda ta'dan keyin s'ga o'xshash tovush chiqib qoladi. Misol uchun, تترى تترى. bu esa noto'g'ri hisoblanadi. Bunga yo'l qo'ymaslik uchun til uchini tishlarga juda yaqinlashtirmaslik lozim. Keling, endi ta va toni yonma-yon solishtiramiz. فترة فطرة فترة فطرة. Ko'rishimiz mumkinki, ta va to aslida juda o'xshash va bir xil joydan chiqadi. Faqat ta ingichka talaffuzli tovush, to esa yo'g'on talaffuzli tovush. Agar sizga toni to'g'ri aytish qiyin bo'lsa, avval ta'ni mashq qiling. Keyin uni yo'g'on talaffuzli qilib aytishga harakat qiling. Shunda u toga aylanadi. Endi navbat dal harfiga. Dal ham xuddi ta kabi aynan bir xil usulda talaffuz qilinadi. Ya'ni maxraji bitta. Tilning joylashuvi ham, shakli ham bir xil. Unda qanday qilib ikki xil tovush chiqishi mumkin dersiz? Bu yerdagi asosiy katta farq ovoz paychalarida. Odatda harflarni talaffuz qilganda ayrim tovushlarda ovoz paychalari titraydi, ayrimlarida esa titramaydi. Agar ovoz paychasi titrasa, bu jarangli tovush deyiladi. Agar ovoz paychasi titramasa, u jarangsiz tovush hisoblanadi. Lekin ovoz paychalari aslida tebranishi qanday bo'ladi? Bu farqni sezishning eng oson usuli s tovushi bilan z tovushini bir-biri bilan taqqoslashdir. Masalan, S bu jarangsiz tovush. Ovoz paylari titramaydi. Bunda faqat havo oqimi bor. Z Bu esa jarangli tovush. Chunki bunda ovoz paychalari titraydi. Buni tomog'ingizni qo'lingiz bilan ushlab, sinab ko'rishingiz ham mumkin. Masalan, Z deganda tomoqda titrash seziladi. Lekin S deganda esa hech qanday titrash bo'lmaydi.
Xuddi mana shunday jarangli va jarangsiz o'rtasidagi farq dal va ta orasida ham mavjud. Ta jarangsiz, dal esa jarangli. أد 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 دنا أدو نفاد. Shunday qilib, uchala harf to, ta va dal bir xil o'rindan chiqadi. Faqat chiqarish uslubi va jaranglilik jihatidan farq qiladi. Keng tarqalgan xatolar. Ushbu harflarni maxraji bir xil bo'lgani sababli odamlar ko'pincha ularni bir-biriga o'xshatib yuborishadi. Birinchi keng tarqalgan xato bu ta'ni to o'rnida aytish yoki to'ni taga almashtirib yuborish, ya'ni ularni adashtirib talaffuz qilish. Bu asosan tilning orqa qismi to'liq boshqarilmaganda yuz beradi. Masalan, to'ni aytganda tilning orqa qismi yetarlicha ko'tarilmasa, tovush yo'g'on va to'liq chiqmaydi. Mana bunday. فطال فطال To'g'ri talaffuz esa quyidagicha bo'lishi kerak. فطال فطال. Demak, to tovushini to'g'ri chiqarish uchun tilning orqa qismi yetarli darajada ko'tarilishi zarur ekan. Bunday xatoni tuzatishda eng foydali usullardan biri o'xshash so'zlar bilan mashq qilish. Bu so'zlar bir-biridan faqat bitta tovush bilan farq qiladi. Masalan, تين va طين طين تين. kabi. Mana shunday mashqlar til mushaklarini to'g'ri harakatlantirishga yordam beradi va quloqlaringizni ham tovushlar orasidagi farqni aniq eshita olishga o'rgatadi. Ikkinchi keng tarqalgan xato bu bir so'z ichida ta to'dan oldin kelganda kuzatiladi. Bu holatda ta ham to'ga o'xshab yo'g'on talaffuz qilib qo'yiladi. Chunki ular juda yaqin joylashgan. Misol uchun, تطوع تطوع aslida esa ularni aniq farqlash kerak. تطوع. Emas, mana bunday bo'ladi. تا تا تطوع. Uchinchi keng tarqalgan xato dalni ta o'rnida talaffuz qilish. Yuqorida aytganimizdek, bu ikki harfning farqi faqat ovoz paychalarining titrashida, ya'ni jarangli va jarangsizligida. Agar dalni aytayotganda ovoz paychalari yetarli darajada titramasa, ya'ni dalni jarangliligi hosil bo'lmasa, u holda tovush taga aylanib qoladi. Bu xato ayniqsa Fotiha surasida tez-tez uchraydi. Masalan, التين to'g'ri talaffuz esa quyidagicha bo'lishi kerak. مالك يوم الدين. To'rtinchi keng tarqalgan xato dal yo'g'on tovushdan keyin kelganda kuzatiladi. Ayrim o'quvchilar uni ham yo'g'on talaffuz qilishadi. Bu esa noto'g'ri. Chunki dal aslida ingichka tovushli harfdir. Xato shunday eshitiladi. صدورهم صدورهم To'g'risi esa mana bunday. صدورهم صدورهم. Demak, bugungi darsda o'rganadigan ikkinchi muhim jihat shuki, faqat harflarning chiqish uslubini bilish emas, balki ularni yonma-yon mashq qilish ham zarur ekan. Shu orqali siz ularning eng kichik farqlarini ham eshitib, to'g'ri talaffuz qilishni o'rganasiz, inshaalloh. Darsni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha